Yo, biz ko'pchilik bilan bu yerda ko'p shunga anaqa bo'lyapti, shunga guvoh bo'lyapmiz. Kreditni kimlardir nomiga olib bergan. Kimlardir nomiga olib bergan, yo tanishi iltimos qilgan, yo qaysidir qarindoshi iltimos qilganda nomiga olib berganda endi muammo. To'lovda muammo, sudga chiqib ketyapti, boshqa bo'lyapti, bir-bir bilan urushgan, janjallashgan, men to'lamayman, olgan to'lasin, men nomimga olib berdim. O'shancha biz so'rab qo'yishga majburmiz. Yo, bunaqa narsadan bizni muammo, xudo xohlasa sizni tanishamiz, oldingi boshlig'ini aloqa yaxshi bo'lgan. Eng zo'r oldi to'laydigan kreditchi bormi? Iloyim shunaqa bo'lsin. Doimiy bizning maqsadimiz bu davlatni bank. Bu beryapti turgan pullar hammasi davlatni mablag'i resursidan beriladi. Biz bu yerda bitta ishchimiz. To'g'ri, ishchimiz. Bizning maqsadimiz olsin odamlar, foydalansin, biznesini qilsin, tadbirkorlik qilsin, puli ko'paysin. Yoniga yana bir 3-4 ta ishchi qo'shsin, ular naflansin, oylik olsin, boshqa qilsin. Maqsadimiz shu. Siz maoshini ko'tarib uchalab ishchi bo'ladi. Mana siz yaxshida vaqtida foydalanib, vaqtida yoping, biz yana ko'paytirib beraylik. Iloji bo'lsa bitta yataqni ochib qo'ying. Yataqni bormi? O'sha orqali pulni aylantirib tursangiz, mana zo'r kreditlarimiz bor, 312 prezident qarori bor, 312 songa. 100 milliongacha garovsiz beriladi, 21%dan. Onamdan olib foydalanish kerak. Aytganman-ku. Assalomu alaykum. Assalom. Bizga kelib olsin, foydalansin, vaqtida qaytarsin, har qancha olib ishlasin. Odamlar yashash sharoitini yaxshilasin. Bizning boshqa maqsadimiz yo'q, shu maqsadimiz. O'shanga so'ragan jo'ydim. Mana hozir birovlar gapni ichida to'lovlar masalasini ham gapirib ketdim. Har oyda uzog'i 5-sanasi, 1, 2, 3, 4 kechikib ketgan kuni 5-kuni to'lov bo'lsa, sizga ham ortiqcha muammo yo'q, penya. Endi qarang, summa katta, 10 ming penya chiqsa ham bu 3 ta non degani. 4 ta non. Mana bitta e'tiroz nima bor? Bizniki har oy 8-kun tushadi oyligimiz. 2 bo'lishi mumkin. Bir oldinga o'tib oling. Sizga penya nima kerak? Shu birinchi oyda muammo bo'lishi mumkin, xolos. Keyingi oydan penya to'lamang. O'sha 4 ta nonni uyga bolalarga yediring. Birinchi oyda bo'lishi mumkin. Keyingi oydan. Qarang, biz ham bezovtalanib, to'lamabdi deb ertaga xodimlar telefon qilib, uyga borib, ogohlantirish xati jo'natib, bu narsa takrorlanaversa, sudga chiqib ketib boshqa keragi yo'q-da buni. Siz yangi ekan, mana Nigora biladi. 5-6 yildan beri mana shu biror marta uyimizda bormagan shu. To'g'rimi? Oldin ipoteka kredit olganman. Deyiladi. Iste'mol kredit olganman. Sharif Botir boshlig'i partiya qorama olganman. Moliylar foydalangan. Biz hech qanaqa biz haqqimiz ham yo'q qarshilik qilishga. Men aka, men blogerman. Biror kun mana shu bankingiz men kredit olib 2 soatda bo'ldi. Ishondim endi demasaki. Reklama qilib beraman. Akram akaning aka-uka bolalarimiz. Amakivachchi bo'lasizlar. Murodullah akramiz bo'lsin, Murodullah. Familiyani ko'rganda yo'qsa aytdim. Murodullah Baxtiyorman bu. Bir kun nima qilib chiqarib boraman. Instagram, YouTube, Telegram degan tarmoqlarga. Bo'ldi. Agar shunga loyiq ko'rgan bo'lsangiz biz Voqif, men 2 soatda bo'ldi. Men 2 soat bo'ldi dekib boshlagan. Shu ertalab ko'rishgandik-ku siz bilan. Shu anda kelib dekib do'lash boshladi. Ana soat 11 edi, tayyor bo'ldi. Shunda mana o'zini band qilish qog'oz. Yana ham kechib ketdi o'zi. Aslida unaqa vaqt ketmaydi aslida. 15 minut, 20 minut uzoqlashib. O'sha odamga bitta she'r qilib beraylik Akram do'g'ri. O'da odam ushadi ekan asosiy. Odam ko'p, bitta xodim. Ha, o'sha bitta she'r qiladigan. Endi qani xudo xolasa mana shu chakana rivojlansa, klient ko'payib, mijozlar ko'payib tursa, vaqtida qaytib tursa, muammo bo'lmasa, respublikaga bosh bankka chiqsak, hech qanaqa muammosi ishlat ochib. Boshliqqa ham aytdim, mana shunaqa yordam chiqib bering desam. Xudo xolasa muammosi yo'q, vaqtlar kelib hammasi. Kirasan. Xudo xolasa